Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun ertalabdan sog'lig'imga yomon holat bo'ldi. Ya'ni burnimdan qon kelib boshladi, tashnit qilib boshladi, ko'nglim aynib, sudurgi bosdi. Bu avariyadan keyin har doim bo'ladigan narsa, tanam titrab qoladi. Shuni davolash uchun ham Turkiyaga borishim kerak edi, lekin bu bo'lmadi, to'xtata olmadim o'zimni. Keyin biz больницаga keldik. Bu videolari ham bor, hattoki hozir bundan keyin videolarni ko'rsataman. Больницаga keldik, ukollar oldim, назначение qildim, o'zimga keldim. Bu nimadan bo'ldi? Bu kechangi holatdan bo'ldi. Kechangi holat juda ham og'ir menga ta'sir qildi, to'g'risi. O'zimga kela olmayapman, hatto hozir ham. Bu holat qanaqa tushib qolganimni sizlar tushundinglar deb o'ylayman. Xo'p, men ertaga Turkiyaga uchib boraman. Xavotir olmanglar. Hammasi zo'r, hammasi yaxshi bo'ladi. Jasmin opa bilan ko'rishaman. Nasib sizlarga video olaman. Jasmin opa bilan ko'rishsam. Rahmat hammaga.